Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi sug'urta kompaniyalarini tashkil qilish tartibi va sug'urta kompaniyalari tahlilini 2017-2024 yillar hisobida ko'rib chiqamiz. Aynan mana shu davrda qanaqa istiqbolli yo'llar bosib o'tdi, xo'p qonunchilikda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, qanaqa o'sha tashkil qilish tartibi haqida, tashkil qilish tartibida qilingan islohotlar haqida demak bugun mavzumizni boshlaymiz. Reja asosida demak biz 4 ta reja asosida bugun ko'rib chiqamiz. O'sha sug'urta kompaniyalarini tashkil qilish tartibi, davlat ro'yxatidan o'tish va o'sha sug'urta kompaniyalari ro'yxatidan o'tkazish va sug'urta bozor tahlili 2017-2024 yillar mobaynida xulosa va foydalangan adabiyotlardan iborat. Demak, sug'urta kompaniyalarini tashkil etish uchun talablar, qanaqa talablar bor? Eng avvalo O'zbekiston Respublikasida sug'urta kompaniyalarini tashkil qilish tartibi sug'urta faoliyati to'g'risida qonun va tegishli normativ huquq hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu jarayon bir necha bosqich o'z ichiga oladi. Jumladan ro'yxatdan o'tish, litsenziyalash, faoliyatni boshlash uchun zarur bo'lgan infratuzilmani tashkil etish kabi talablar qo'yilgan. Demak, o'sha sug'urta kompaniyani tashkil etuvchi shaxslar quyidagi talablarga javob bera olishi kerak. Birinchi, hujjatlar to'plami. Aynan tashkil etuvchi yuridik shaxs yoki jismoniy shaxs kompaniyaning ustav kapitali, nizom fondi miqdorini tasdiqlovchi hujjatlar va boshqa asosiy hujjatlarni taqdim eta olishi. Moliyaviy barqarorlikka ega bo'lish, tashkilotning moliyaviy jihatdan barqaror bo'lib, faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun zarur mablag'larga ega bo'la olishi va minimal ustav kapitalini kirgiza olish. O'sha sug'urta kompaniya ustav kapitali O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan belgilangan minimal miqdorda shakllantiriladi. Mazkur miqdor sug'urta faoliyatining o'rniga qarab, turiga qarab o'zgarib boradi. Va umumiy sug'urta yoki hayotiy sug'urta qilish tarmog'ida ixtiyoriy sug'urta 20 milliard so'm bo'lsa, ustav kapitali, umumiy sug'urta yoki hayotiy sug'urta qilish tarmog'ida majburiy sug'urta 35 milliard so'mni tashkil etadi. Faqat yig'ib qayta sug'urta qilish 45 milliard so'mni tashkil etadi. Mana shunaqa demak o'zgarishlar amalga oshirilgan. Davlat ro'yxatidan o'tish tartibi. Demak, yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish mumkin. Demak, sug'urta kompaniya yuridik shaxs sifatida Adliya vazirligi yoki hududiy organlarda davlat ro'yxatidan o'tadi. Ro'yxatdan o'tish jarayonida kompaniya nomi, yuridik manzili, ustav hujjatlari va boshqa talab qilinadigan ma'lumotlar taqdim etilishi shart. Ya'ni ustav hujjatlari deganda aynan ta'sischilar bitta ta'sischi, ikkita, uchta, to'rtta, beshta yoki 50 tagacha undan yuqori bo'lgan ta'sischilarni va kiritgan ulushi asosiy ko'rsatilishi shart. Ta'sis hujjatida ustav kapitali, zaxira kapitallari shakllantirilgan bo'lishi kerak. Va soliq organlarida ro'yxatdan o'tish. Sug'urta kompaniyasi soliq organlari ro'yxatdan o'tib, soliq to'lovchi sifatida identifikatsiya raqami oladi. Soliq majburiyatlari O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga muvofiq demak bajariladi. Ya'ni o'sha tartibda tashkiliy hujjatlar amalga oshiriladi. Demak, sug'urta faoliyati amalga oshirish uchun litsenziya olish. Qanaqa litsenziya olish shartlari? Litsenziya olish shartlari kompaniyada sug'urta faoliyati amalga oshirish uchun zarur bo'lgan texnik, moliyaviy, kadrlar resurslari bo'lishi lozim. Faoliyat turlari, masalan, majburiy sug'urta, ixtiyoriy sug'urta, litsenziyalash aniq mana shu faoliyat turi ko'rsatilishi lozim. Talab etiladigan hujjatlarga aynan o'sha litsenziya olish uchun quyidagi hujjatlar topshirilishi shart. Bular: kompaniyaning ustav va ro'yxatdan o'tganligi haqidagi guvohnoma nusxasi, asosiy xodimlarning malakasini tasdiqlovchi hujjatlar va kompaniyaning moliyaviy barqarorligini tasdiqlovchi hisobotlar hisoblanadi. Litsenziya berish muddatlari esa Moliya vazirligi taqdim etilgan hujjatlarni 30 kun ichida ko'rib chiqadi va litsenziya berish yoki rad etish to'g'risida qarorni qabul qiladi. E'tibor beramiz, aynan litsenziyalash tartibini demak Moliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Faoliyatlarni baholash asosiy vositalari, kadrlar bo'limlari va mahsulotlar. Bilamizki, asosiy vositalar bular mulkiyat bo'yicha aynan ularning binolari, inshootlari yoki maydoni, hududi hammasi demak o'sha ustav kapitaliga kim qanday ulush olib kelganini ko'rsatib beruvchi ustav kapitali shakllaridan biri hisoblanadi. Kimdir asosiy vosita sifatida o'z ulushini kirgizilishi mumkin. Sug'urta xizmatlarini ko'rsatish uchun texnik jihozlar va qulay ofis talablar qilinadi. Sug'urta mutaxassislari, aktuarlar, menejerlar va boshqa xodimlarni ishga olish zarur hisoblanadi. Kompaniya o'z maxsus xizmatlarini, sug'urta turlarini, shartlarini ishlab chiqadi va iste'molchilarga taklif qilish orqali o'z faoliyatini boshlaydi. Sug'urta kompaniyasi faoliyatiga nazorat qilish uchun moliyaviy hisobotlar doimiy demak tartibda qonuniyat olib borish kerak. Bunda sug'urta kompaniyalari yillik moliyaviy hisobotlarni Moliya vazirligiga taqdim etishi shart.
audit tekshiruvlari, o'sha auditor tekshiruvlar kompaniya mustaqil auditor tomonidan tekshirilib boriladi. Va litsenziyalashni qayta tasdiqlash bu sug'urta faoliyati davomida litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirishni talab etiladi. Keyingi 2017-2019 yillarda o'sha barqaror rivojlanish deganda bilamizki, sug'urta rivojlanish tarixi 4 ta qismdan iborat bo'ladi. Bu birinchi qism 1991-yildan 1997-yilgacha bo'lgan davrda, ikkinchi 1997-yildan 2002-yilgacha bo'lgan davrda va 2002-yildan 2017-yilgacha 3-chi davr hisoblanadi va 4-chi davr 2017-yilda hozirgi davrgacha bo'lgan davr. Demak, o'sha rivojlanish tarixi hisoblanadi O'zbekistonda. 2017-yilda sug'urta bozori hajmi barqaror o'sishni ko'rsatdi. Lekin iqtisodiy islohotlarning sekin amalga oshirilishi bu o'sishni chekladi. Sug'urta mukofotlari ko'proq hayot sug'urtasi bo'lmagan segmentlarga to'g'ri kelib qoldi. Qonunchilikda esa sug'urta kompaniyalari faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik bazalari takomillashtirildi. Xorijiy investorlar uchun soddalashtirilgan qoidalar kiritildi. Ya'ni investitsiya muhitimiz yanada yaxshilandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Raqobatda esa aynan 30 dan ortiq sug'urta kompaniyalari faoliyat olib borgan bo'lsa, ularning aksariyati davlat va xususiy sektor aralashmasi ishladi. O'sha davrlarda qonun asosiy sug'urta kompaniyalari davlat hisobida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda xususiy firmalar, xususiy kompaniyalar, xususiy korporatsiyalar ko'payib boryapti O'zbekistonda aynan mana shu soha bo'yicha. Keyingisi demak pandemiya ta'siri. Bilamizki 2020-yilda pandemiya davri bo'ldi. Ya'ni o'sha kasallik global demak davr hisoblanadi bu. O'sha COVID-19 pandemiyasi sug'urta bozoriga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Sog'liqni saqlash sug'urtasiga talab oshdi. Iqtisodiy faollikning pasayishi hayot sug'urtasi, mulkiy sug'urta bo'lgan mukofotlarni qisqartirdi. Ya'ni o'sha pandemiya davri sog'liqni saqlash sug'urtasini talab yuqori bo'lyapti. Chunki aynan shu kasallikning ortidan demak bunga ehtiyoj yaraldi. Islohotlarga keladigan bo'lsak, 2021-yilda hukumat sug'urta sektorlarini modernizatsiya qilish bo'yicha yangi strategiyalarni qabul qildi. Bu xorijiy investorlarni jalb qilishga va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan edi. Endi pandemiya davridan keyin, o'tish davridan keyin 2022-2023 yillarda jadal rivojlanish borib bordi. Aynan sug'urta bozorida hajmi yiliga 20% ortiq o'sishga erishdi. Hayot sug'urtasi bo'yicha xizmatlar kengaytirildi. Yangi texnologiyalar, raqamlashtirish jarayonlari, sug'urta mahsulotlariga kirish imkoniyatlari kengaytirildi. Xorijiy investorlar jalb qilindi. Qonunchilikda xorijiy investorlarga juda qulay shartlar yaratilishi natijasida xalqaro sug'urta kompaniyalarining bozorga kirib kelishi boshlandi, ya'ni O'zbekistonga. Innovatsion texnologiya, innovatsion yo'nalishlarda, ya'ni sun'iy intellekt, blockchain texnologiyalar sug'urta sohalarida joriy etildi. Bu esa jarayonlarni avtomatlashtirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishning sifatini yanada oshirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. 2024-yil, ya'ni hozirgi kunimiz 2024-2025 yillarda sug'urta bozori yanada ko'p qirrali bo'lib, davlat va xususiy sektorlar muvozanati faoliyati olib borish bilan ajralib turmoqda. Ya'ni xususiy sektorlar va davlat sektorlari bir tarozi ikki tomonda teng olib borilyapti. Sug'urta kompaniyalari soni oshib, raqobat kuchayib boryapti. Qayerda raqobat bo'lsa, demak u yerda bilamizki, o'sish juda yuqori bo'ladi. Tendensiyalarga keladigan bo'lsak, hayot sug'urtasi segmenti va majburiy sug'urta xizmatlari, masalan, avtomobil sug'urtasi eng katta o'sish ko'rsatmoqda. Chunki majburiy sug'urta, avtomobil sug'urtasi 40 ming tashkil qilgan bo'lsa, uning ixtiyoriy avtomobilda ikkita sug'urta turi mavjud, ya'ni ixtiyoriy majburiy sug'urta turlari 40 ming, Toshkent shahrida 52 ming, ixtiyoriy sug'urta esa 120 ming hisoblanadi. Raqamli xizmat orqali onlayn sug'urta shartnomalarini tuzish ko'lami kengayib bordi va bozor istiqbollariga keladigan bo'lsak, hukumatning iqtisodiy islohotlar strategiyasi sug'urta sektorining jadal rivojlanishini davom ettirish uchun mustahkam asos yaratib bordi. Sug'urta bozorining asosiy ko'rsatkichlarini ko'rib turibsizlar. O'sha sug'urta tashkilotlari soni o'sishini 2022-2023 yilda o'sha iyun oyi bilan bir yilda aynan o'sha hayotni sug'urta qilish sohasi bilan umumiy sug'urta qilish demak o'sish qobiliyatini ko'rib turibsizlar va to'lovlarni kafolatlash jamg'armasi a'zolari bo'lgan sug'urta tashkilotlari soni ham 25 ta, demak bu stabilniy bir maqomni ko'rib turibsizlar. Endi o'sha sug'urta tashkilotlarining umumiy ustav kapitali demak iyun oyida 1,785 milliard bo'lgan bo'lsa, iyun oyida bu 2,3
mingdan 325 milliard so'mga oshdi. Bu yilda siz o'sha majburiy sug'urta, hayotiy sug'urtadan o'sish va sug'urta mukofotlarini, sug'urta to'lovlarini ko'rib turibsiz va o'sha jalb qilingan investitsiyalar ham raqamlarda keltirildi. O'zbekiston Respublikasi sug'urta bozorining tuzilishi aynan o'sha sug'urta tashkilotlari soni 22-yilda 42 ta bo'lgan bo'lsa, 23-da 41 ta o'zgarishda demak tushishini ko'ryapmiz. Sug'urta tashkilotlari umumiy ustav kapitali million so'mda bo'lsa, ustav kapitali 1 milliard 784 million so'm tashkil etgan bo'lsa, 622 so'mda 2023-yilga kelib esa bu 2 milliard 124 million 918 ming tashkil qilyapti. Ya'ni bunda ko'tarilish bor. Sug'urta brokerlar soni aynan misol ko'tarilyapti, chunki soha qanchalik istiqbolli rivojlanayotgan bo'lsa, o'sha kadrlarga bo'lgan talab ham kun sayin oshib boryapti va bunda 16.7% ko'tarilishni ko'rib turibmiz. Sug'urta agentlar soni esa o'sha 8788 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib esa 5270 tani tashkil qilgan. Bu yerda 40.7% tushishni ko'rib turibmiz, aynan agentliklar soni. To'lovlarni kafolatlash jamg'armasi a'zolari bo'lgan sug'urta tashkilotlari soni ham demak stabil saqlanib turganligini ko'rib turibmiz. Endi sug'urtalovchi investitsion faoliyat, aynan depozitlar, qimmat qog'ozlar, zaymlar, ko'chmas mulklar, tashkilotlar fondlar ishtiroki, boshqa investitsiya faoliyatida ham aynan ko'tarilish tushish aynan mana shu sohada, ayniqsa mana bu qimmat qog'ozlar bozorida 8.3% ko'tarilganini ko'rib turibmiz. Bu esa demak sug'urta sohasida tashqi investitsiyalarning jalb qilinishini yaqqol misol bo'la oladi. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi sug'urta kompaniyalarini tashkil etish murakkab, lekin qat'iy tartibga solingan jarayon bo'lib, u kompaniyadan yuridik, moliyaviy va texnik talablarni bajarishni talab qiladi. Ushbu talablarning bajarilishi sug'urta bozorining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston sug'urta bozorida 2017-yil, 2024-yilda salmoqli o'zgarishlar kuzatilgan bo'lsa, hali ko'plab rivojlanish imkoniyatlari mavjud. Bozorning barqaror o'sishi uchun raqamlashtirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va kichik sug'urta kompaniyalarini qo'llab-quvvatlash zarurdir. Shu bilan birga xalqaro tajriba va texnologiyani jalb qilish sug'urta sektorining jozibadorligini oshirishga xizmat qilishini aytib o'tishimiz mumkin. Shunday qilib biz ma'ruzamizni yakunlaymiz. O'ylaymanki, bu sizlar uchun juda foydali bo'ldi. Rahmat.